Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 16-mart yakshanba kuni. Havolar ham ancha isib qoldi. E'tibor bersak, mana qo'ylarimiz ham junlari ancha o'sib qolibdi. Bu qo'ylarni hozir junini olish kerak. Ya'ni qo'yni junini olishda nimalarga alohida e'tibor berishimiz kerak bo'ladi? Nima tadbirlar amalga oshirishimiz kerak? Ya'ni o'sha qo'yni junini olish uchun ushlaganimizda birato'la bularga qanaqa tadbirlar amalga oshiramiz, shular to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tiramiz. To'g'ri, hozir havo biroz ilishib boshladi, lekin siklon almashishi bilan, ya'ni o'rtacha 18-20-25-mart oraliqlarida doimiy shamollar bo'lib o'tadi. Lekin mana e'tibor bersak, qo'yimiz saqlanadigan joylar devorlar bilan to'silgan, hamda mana yon atroflari ham shu maxsus to'siqchilar bilan to'silgan. Ya'ni shamoldan himoyalangan. Havo harorati keskin sovib ketmaydi, lekin shamol bo'lish natijasida yoyiq, ya'ni ochiq joylarda boqiladigan qo'ylarni junini olishga hali biroz vaqt bor, lekin yopiq hududlarda boqiladigan qo'ylarni junini olsa bo'laveradi. Sababi kun isishi bilan qo'ylardagi parazitlar ko'payadi hamda o'sha semirishiga biroz to'sqinlik qiladi. Ya'ni terlash jarayonlari yuzaga keladi hamda shu parazitlarni bu aytganimizdek issiqqa tez ko'payishini hisobiga qo'ylarga biroz zarar yetkazadi. Shuning uchun hozirgi yopiq hududlardagi qo'ylarni junlarini bemalol olsak bo'laveradi. Videoni kuzatishda davom etamiz. Agar kanalda yangi bo'ladigan bo'lsak, like bosib qo'yamiz. Yana ko'proq mutaxassislar yoki bo'lmasa chorva ishqibozlari ko'rishligi uchun kuzatishda davom etamiz. Qo'ylar junini olishda birinchi o'rinda biz qo'y junini oladigan maxsus apparatlarimizni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Nazoratdan o'tkazib, mana bular ishlash jarayonlari yaxshi hamda o'sha tishlarni, maxsus tishlarni to'g'ri tanlashimiz kerak hamda apparatni birinchi o'rinda biz ishga yaroqli qo'ysak, shunda mashaqqatimiz ozroq bo'ladi. Mana e'tibor bersak, buni ikki xil tishi bor. Hozir bunisi katta tish, bu ya'ni yaylovda yurganda qo'y tikonlar deydi. O'shaqa tikonlar, har xil xashaklar yopishib ketganda ishlatiladigan bu kattaroq tishligi. Bu mayda tishligi xuddi hozirgi mana shu qo'ylarga o'xshab intensiv kataklarda yoki xo'jaliklarda boqiladigan qo'ylar uchun, ya'ni yungi toza qo'ylar uchun ishlatsa bo'ladigan tishlar. Maxsus apparatimizni birinchi o'rinda shu tishlarni moylab, ya'ni ishga yaroqli qilib olamiz. Chunki agar moylanmasa, bular ishqalish natijasida qizish yuzaga keladi hamda motorga kuch keladi. Shuning uchun bularni yog'lab birinchi o'rinda ishga tayyorlab olamiz. Mashinkani tayyorlashda bitta narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Buni ko'pchilik mutaxassislar biladi. Yangi o'rganuvchilar uchun eslatma. Mana e'tibor bersak, mana shu tishimiz, mana shu yerda mana pastga qaragan podyomlik joyi bor. Mana bu tepadagi, yuqoridagi kesuvchi tishimiz bu rosa shu podyomlikka to'g'ri kelish kerak. Ya'ni bir xilgilar mana buni uchini teng qilib oladi. Mana bu ikkala uchni, mana tepa past uchini teng qilib oladi. Bu juda ham katta xato. Sababi teri buni orasiga kirib, jun olayotganda teri orasiga kirib, qo'ylar junni kesib qo'yish yuzaga kelib qoladi. Shuning uchun mana shu podyomlik bilan mana bu tepadagi tishimizni rasyanasini teng qilib olishimiz kerak. Ya'ni pastdagi tish tepadagi tishdan oldinroqda bo'ladi. 0,2 sm atrofida oldinroqda bo'ladi. Hamda mana bu joylariga e'tibor beramiz. Mana buni teng qo'yib olamiz. Mana shu holatda bo'lsa agar, mana 0,2 atrofida uzoqligida bo'lyapti. Ya'ni rosa mana shu tik sathiga tepadagi tishimiz to'g'ri keladi hamda mana shu holatda buni o'sha maxsus o'zining atvertkasi bilan qotirib olamiz. Agar bu yerda siljish yuzaga keladigan bo'lsa, tishlarimiz biroz qiyshiq bo'lib qoladi hamda qo'ylar junini olish jarayonida terilariga ham zarar yetkazib qo'yadi. Shuning uchun mana shu narsaga biz alohida e'tibor berishimiz kerak. Buni ham qotirishda shu parallelni, ya'ni yarim rezba, bir rezba atrofida ikkalasini teng qilib xuddi mana shu ko'rinishda qotirib olamiz. Endi yog'lash jarayoni, bu maxsus teshiklari bor. Mana shu nimani, tishlarni maxsus teshiklari, yo'llari bor. O'sha yo'llariga o'zini yog'ini quyamiz. Hamda birozini ishlatib ko'ramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana apparat tayyorlab oldik hamda qo'yimizni ham yotqizib, bog'lab tayyor qilib oldik. Endi birinchi e'tibor beradigan ishlar, ya'ni qo'y yotqizgandan keyin, bog'lagandan keyin birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, har doim har bitta qo'yda biz tomog'ini tagini tekshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir holatlarda qo'ylarda shu ikkita ortiqchasi bo'ladi tomog'ini tagida.
apparatlarda olganda bu juda katta muammoga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni apparatlar kesib olish ehtimoli bor. Shuning uchun birinchi o'rinda tomog'in tagidagi baldoqlarni ko'rib qo'yamiz. Agar bo'ladigan bo'lsa, apparatda birinchi yon atrofini ochib olamiz. Hamda bitta savol tug'iladi shu o'rinda, mantiqiy. Nima uchun qo'ylarda yotqizganda, ya'ni junini olish vaqtida 3 ta oyoq bog'lanadi. Bitta oyog'i bo'sh qoladi. Ayniqsa orqa oyoqda o'ng oyoq bo'sh qoladi. Nima uchun deyilgan savol bor. Bunga javob berib o'tadigan bo'lsak, buni javobi ikkita asosan. Birinchisi bu eski chorvadorlarda yoki o'sha qo'y boqadigan cho'ponlarda nazdida qo'ylar agar to'rtala oyog'i bog'lansa, bu xuddi so'yiladigandek o'zini his qiladi hamda o'ta strashni stressga tushib qoladi. Shuni hisobidan agar to'rtta oyoqni bog'lab junini olib qo'yib yuboradigan bo'lsa, keyingi vaziyatlarda, ya'ni junini olgandan keyingi holatlarda o'ta darajada ozib ketish jarayonlari yuzaga keladi. Bu birinchi mantiqiy yechimi. Ikkinchisi asosan orqa o'ng oyoqda bo'sh qolishligi bu veterinariya meditsina tomonidan e'tibor bersak, mana shu o'ng tarafida jigar joylashgan. Agar biz bu oyoqni ham qo'shib bog'laydigan bo'lsak, hamda junini olish jarayonida ikkinchi tarafga yotqizganimizda uzoq vaqt qo'y bog'lamda yotish, junini olish jarayonida ko'p haligi kuchaniqlar bo'ladi. Qo'lda jun olinadimi yoki mashinkalarda olinadimi, har xil stress holatlar bo'ladi. Shunda ko'p kuchaniqlar bo'ladi. Natijada birinchidan jigarga kuch keladi, ikkinchidan oyoq shunday bog'lanishi hisobiga gavda bukiladi. Ayniqsa qorni to'q mahallar bo'ladigan bo'lsa, kuchanishda peristaltik harakat yuzaga keladi, ichaklar uralib qolish yuzaga keladi. Agar kimda hayotida bo'lgan bo'lsa bunaqa voqealar yoki eshitgan bo'lsa, junini oldirgandan keyin qo'yni qo'yib yuborganda ko'proq noxush holatlar yuzaga keladi va hattoki agar joyiga tushib ketmasa, ya'ni ichak chigal bo'lib uralib qoladigan bo'lsa, ba'zi bir holatlarda o'limga ham sabab bo'ladi. Shuning uchun har doim bitta ayniqsa o'ng orqa oyog'i bo'sh qoldirilishi kerak bo'ladi. Endi yana keyingi e'tibor beradigan narsamiz, jun olish jarayonida mana qo'yni junini qayerga qarab o'sganiga biz e'tibor berishimiz kerak. Mana shu qo'yimizni juni masalan tepadan pastga qarab yotiq holatda o'sgan. Endi junda agar biz yotiq qarab o'sgan tarafidan tepaga qarab oladigan bo'lsak, terini kesib olishlarimiz ko'proq uchrashi mumkin. Shuning uchun biz har doim terini yotgan tarafiga qarab tepadan pastga qarab olishimiz kerak. Sababi har doim junda olayotganimizda qo'limiz bilan yo'l ochib olinadi. Agar teskariga oladigan bo'lsak, qo'yni terisi yuqqa hamda ma'lum bir masalan tikonlar bo'lishi mumkin. Hali qo'y tikon deydi, bitta qilib yopishtirib qo'yadigan o'sha narsalar tortganda terini kesib olish. Sababi bu apparat terini kesib olishi juda ham tezroq bo'ladi. Shuning uchun har doim yotiq tarafga qarab junni olishimiz kerak bo'ladi. Boshlashda har doim bosh tarafda, ya'ni jigini ochib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Endi junini olib bo'lganimizdan keyingi qilinadigan birinchi tadbirimiz bu mana oddiy suv. Bu namak qopli suv, ya'ni sho'r suv deyiladi. Sho'r suv tayyorlab olamiz. Buning uchun oddiy 2 osh qoshiqda tuz hamda 100 gram, 150 gram atrofida suv kerak bo'ladi. Suvni aralashtiramiz tuzli suvga. Natijada namakop suv hosil bo'ladi. Sababi qo'ylarimiz junini olganimizda birovlar amalga oshirib o'tib ketadigan tadbirlarimiz bor. Ya'ni birinchisi tuyog'ini kesish hamda inyeksiya qilish ichki tashqi parazitlarga hamda usti tarafidan bo'yatganimizda siflunit preparatini sepib qo'yish. Hozir birinchi qiladigan ishimiz mana
E'tibor bersak, tuyoqli formalari juda ham o'zgarib ketgan. Mana bu tarafdan. Mana bu intensiv katayda turganligini hisobiga shunaqa holatga kelib qo'ygan. Men ko'p aytaman savol-javoblarda, ya'ni Telegram gruppalarida ichki yuza bilan tashqi yuzani teng qilib kesish kerak degan so'zni ko'p ishlataman. Mana ichki yuza mana bu hisoblanadi. Mana shu ichki yuza. Mana bu tashqi aylana yon devor. Tashqi aylana yon devorda ichki yuza bilan teng qilib kesamiz. Hamda kesganimizdan keyin bu yerdagi muguz qavat qirqilib ochilgandan keyin buni berkitib qo'yish masalasida, ya'ni fiksatsiya qilish uchun boyagi namakop suvni tayyorlab oyog'iga vanna qilamiz hamda havo sovuq bo'lgan paytlarda oddiy quruqlatdan bilan buni artib qo'yamiz. Mana oddiy qaychi kesish jarayonimizda kesish jarayonimizda har doim tovon tarafidan boshlashimiz kerak. Mana agar e'tibor bersak, mana ichki yuza mana bu. Shundan 1-1,5 sm o'sib ketgan tuyoq. Ehtiyotkorlik bilan ichki yuzaga kirib ketmagan holatda tashqi aylanani kesamiz. Mana e'tibor bersak, mana shuncha miqdorda alohida joyi bor. Ya'ni bu qo'y faqat ustini bosganda nerv o'sib ketganligi hisobiga oqsashlar ko'p yuzaga keladi. Mana hali ham bu tayyor bo'lgani yo'q. Prosta biz asosiy katta qatlamni kesib olish uchun o'sha mo'ljalda kesdik. Mana hali ham bor. Mana bu oq mana shu kepakka o'xshagan qatlamini yana ham kesib olib tashlashimiz kerak. Hamda mana shu uchki qismini, ayniqsa uchini sal yotiq qilib qo'yishimiz kerak, chunki rosa tekis kesadigan bo'lsak, bu ertaga taxta pollarga yoki yana qattiq joylarga tekkanda muammolar chiqaradi. Mana o'rtoqlar, e'tibor bersak, yon aylanalarni kesib oldik. Mana tuyog'imizning holati xuddi shu holatga keldi. Mana qanchalik o'sib ketgan. Endi boya aytganimizdek, buni ochib olganimizdan keyin namakopli suvga mana shu orqa ortiqchalari baravarida botiramiz. Hamda shu sovuq qolmasligi uchun, ya'ni zax yemasligi uchun oddiy quruqlatda bilan yaxshilab ichki tashqi taraflarini artib qo'yamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, endi eng asosiy tadbirlarimizdan bittasi bu ichki parazitlarga qarshi inyeksiya qilish. Bu eng yaxshi preparat Rikazol. Buni tarkibi rikabendazol. Bu ichki parazitlarga qarshi ishlaydigan eng universal preparat hisoblanadi. Ya'ni ichki parazitlarni barcha tur, barcha oilalarga qarshi profilaktik maqsadda hamda davolashda ishlasa bo'ladigan rikabendazol tarkibli Rikazol. Bu preparat Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, quyoshdan himoyalangan flakonlarda hamda o'zini maxsus qadoqga ega. Buni yuvorish usuli mushak orqali yuvoriladi organizmga. 12,5 kg vesga 1 gram hisobida yuvorish bilan amalga oshiriladi. Mazkur qo'yimizga 4 gram atrofida talab qilinadi. Bir martalik shpris. Hamda mana bu dorimizning ko'rinishi oddiy shaffof rangda bo'ladi. Hamda belgilangan miqdor tortib olamiz, ya'ni 4 ml. Hamda oyoqda eng sermuskul joyiga, ya'ni mana shu joyiga inyeksiyani amalga oshiramiz. Bu inyeksiya faqat bir marta yuvorish usuli bilan amalga oshiriladi. Mana inyeksiyani amalga oshirib oldik. Endi oxirgi qiladigan tadbirimiz bu Siflunit. Bu tashqi tarafdan qo'llaniladigan preparat. Bu ham Rossiya Nitofarm kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus 100 gramli flakonda. Buni foydalanish tartibi: flakonni ochamiz.
maxsus dozatorni o'rnatamiz. Dorini kelishini tekshirib olamiz. Hamda mana shu qo'yimizga bosh qismidan boshlab purkaymiz. Buni asosiy vazifasi o'sha mana hozir yunlarni oldik qo'ydi. Tashqi parazitlardan himoya qilinadi. Boya qilingan inyeksiyamiz ichki parazitlarga qarshi yaxshi ishlasa, bunisi tashqi parazitlarga qarshi eng samarali vosita hisoblanadi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, mana bu qo'yni junini olib, oyoqlarini remont qilib, inyeksiyalarni amalga oshirib hamda ustiga parazitlarga qarshi dori vositalarini sepdik. Agar shu tartibda har 2,5 oy, 3 oy davomida qo'ylarimizga profilaktik tadbirlarni amalga oshirib turadigan bo'lsak, chorvamizda albatta rivojlanish bo'ladi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring hamda video boshqalarga ham, ya'ni boshqa chorvadorlarga ham manfaatli bo'lishi uchun yaqin tanishlarga ulashib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi va eng sifatlisini ilinamiz. Salomat bo'ling.